Ehtiyot bo'l. Bo'lmasa seni olib ketishadi. Ular sendaqalarni o'g'irlab o'z olamiga olib o'tadi. Ayniqsa bolalarni. Sendagi aql kuchi, ularga shu kerak. Men ismim Jill. Mijozlarni qabul qilish xizmati boshqaruvchisiman. Bu esa Tobi, haydovchimiz. Ishlaring qalay, oshna? Ishon, barcha tekshiruvlarimiz qulay sharoitlarda o'tkaziladi. Bu kabi muammolarni yechish bo'yicha bizni juda katta tajribamiz bor. Oling. Qo'rqinchli tushlar, sharpalar, miyaga o'rnashib olgan g'alati o'ylar, davolashga o'zgacha mas'uliyat bilan yondashamiz. Seni tushunib turibman, lekin hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Oyi, qarashib oring. Albatta. Nima bo'ldi? Oyi, bular o'sha. Nima? Tanasiga teri qoplangan maxluqlar. O'g'lim, iltimos sendan bas qil. Yo'q, oyi, meni eshiting. Nima bo'lyapti? Oyi, u odam emas. Yuzi haqiqiy emas. Xudo haqqi. Jibollon. Sen mendan qutulish uchun meni jinniga chiqarmoqchisan. Hoziroq ular bilan ketasan yoki ont ichamanki o'zim seni zinadan sudrab tushaman. Foydalanib tursam qarshi emasmisiz? Shunchaki men kelgan joyda tovuqlar umuman yo'q. Sen kimsan o'zi? Meni tanimaganlikka olma, Lon. Axir meni o'zing chaqirding, lekin telefonda emas. Boladan qutulishni chin yurakdan istaganing uchun keldim. Onasi meni ko'proq sevarmikin degan umidda. Biroq sen o'gayligincha qolasan, Lon. Hoziroq bu yerdan yo'qol. Lon. Bu Jakening suratlaridagi odam.